Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Xudo xolasa bugun bir qator mashinalarimizni obzor etib berib o'tamiz. Kanalda yangi bo'lsangizlar obuna bo'lib qo'yasizlar. Like bosib, poddeshda o'tirasizlar do'stlar. 97-yil ishlab chiqarilgan Tiko propan gazlari bor. Kraska bir qator asujit bo'lgan. Chexol polik hamma narsasi bor. Balonlarning sastanasi yaxshi. 308 ming kilometr yurgan. Propan gazlari bor. Bahası 10 milyon so'm. Üstünde 1-2 so'm yana gelişib beriladi yerlari bor. 97-yil. Sastanasi yaxshi mashina. 07 2006-yil. Boş yumuşak balolar ustanib qo'ygan. Kraskasi 15-20% kraskasi bor. Chexol polik ham narsasi bor. Raskoti yo'q, tayyorlash. ...131 kilometr yurgan. Bahası 27 milyon so'm aytilib turibdi. Üstünde 1,5 so'm savdolashib olsanızlar bo'ladi. Egaladan gap turgan mashinamiz. Yechimida rasxoti yo'q. ...2009 yil ishlab chiqarilgan bo'sh yumshoq balon saka diskalar qo'yilgan. Polikis chexol polik hamma narsasi bor. Rasxoti yo'q, tayyorlash. Metan gaz balonlarimiz ustanib bo'lgan. 214 ming kilometr yurgan. Bahası 35 milyon so'm. 1,5 so'm üstünde savdolashib olsanızlar bo'ladi. Tayyor, rasxotsiz. ...2006-yil boş balonlar qo'yilgan. Kraskasi bir qator asujit bo'lgan. Metan gaz balonlar ustanib qo'ygan. Polikis chexol poliki bor. Patologlar ham döşelim. Ayakta lilonlar tashalgan. Metan gaz balonlar ustanib bo'lgan. Tablo almashgan. Bahası 25 milyon so'm aytilib turibdi. Üstünde 1,5 so'm savdolashib olsanızlar bo'ladi. 2001-yil kraska bir qator ishlangan. Polikis chexol polik hamma narsasi bor. 256 ming kilometr yurgan. Metan gaz balonlar ustanib bo'lgan. Bahası 22 milyon so'm aytilib turibdi. Üstüne gelsengizlar 1,5 so'm yana savdolashib olsanızlar bo'ladi. Tayyor, rasxoti yo'q. Tak, 2005-yil ishlab chiqarilgan Damas bir qator kraska asujit bo'lgan. Balonlar sastanasi yaxshi. Metan gaz balonlar ustanib bo'lgan. Chexol polik hamma narsasi bor. 348 ming kilometr yurgan. Bahası 33 milyon so'm aytilib turibdi. Gelsangizlar 1,5 so'm üstünde savdolashib olsanızlar bo'ladi. Damas 18-yil ishlab chiqarilgan 2018-yil. Bosh balonlar qo'yilgan 13lik. Chexol polik hamma narsasi bor. Patologlar, kolonkalar qo'yilgan. ...192 ming kilometr yurgan. Bahası 55 milyon so'm aytilib turibdi. Kraskasi mordasında, yüzünde bor, chekkasi mordasında bor, yüzünde. İçana o'tmagan unda. Bahası 55 milyon so'm. Keyin bunda Spark gap turibdi. 2012-yil. Katta bir motor alganda be, ichari. Yo'q, 2012-yil ishlab chiqarilgan benzinde kraska 100% toza. Bosh balonlar qo'yilgan. Petnosi ish yerinde bo'lgan. Bu yerinde ozgina qirilgan, lekin bo'yalmagan yechir. Zapaska hali yere tushmagan. Prostoy, chexol, polik hamma narsasi bor. Zo'r sastanada turibdi mashina. 81 ming kilometr yurgan 2012-yil
Bahası 56 milyon so'm tuttu. Yeseyizler 1,5 so'm üstünde sodalaşıp geliş basazda bular. Maşınlarımız Xiva Avtosavda 707'de duradi. Ekranını numarlarını kaldıramiz. Bemalol aloqa chiqarasizlar. Bizlere abone bo'lmaganlar abone bo'lib qo'yinglar. Like basıp paddeşede oturun dostlar. Maşa 2 sezde satıp veremiz. Bize de hafta kredit, naqd pul, barter variantlarımızdan bak. Geleveresizler, hizmetlerimiz.